Dongfeng D50 avtomobilini ko'rsataman. 2021-yil ekan, 23-yil salondan olib chiqib haydashgan ekan, kraskalari top-toza ekan, mashina xo'roz bo'lib turibdi. Ideal holatda ekan mashina, bemalol ko'rib ko'rsatish orasida 3 ta gaz balonigacha bor ekan, stejdan qo'yib qo'yish kerak ekan palon pulga. Yangi 6 ta balon ham yangi ekan, holati juda ham zo'r. Orqa tomon pollarigacha Isuzu'ni qalin pollardan qo'yib qo'yishdi. Mashina juda ham приятный, elektronniy rullar, stejdan metalli qo'yib qo'yishgan, 58 ming kilometr yurgan. Konserlargacha ishlab turibdi. Mashinaning holati juda ham приятный, holati zo'r. Bemalol ko'rib ko'rsatib tekshirib ekansizlar. Anaqa registratorlargacha bor, holati zo'r. Bordlari ham yaxshi, baland borddan, izotermik anaqadan bordlardan holati idealniy mana. Qaranglar, qalin pollargacha turibdi. Rama, pama, unaqa joylarda hech qanaqa tirishini, bir şeyni yo'q ekan. Bemalol ko'rib tekshirib olishingiz mumkin ekan. Gazda ham, benzinda ham yurar ekan. Mashina zo'r ekan, hadolargacha zo'r, motorlari zo'r ekan. Bor yo'g'i 10.900 ga beraveramiz. Ulgurib qolinglar, bosib tashlaylar.